Voy sen begonani uyda nima qilyapsan, ha? Onang ham qidirib yurgandir. Nima qilib, bor ko'chada o'yna. Agar yana bir marta uyimda ko'radigan bo'lsam, quloqingni cho'zib olaman bola. Ada tinchlikmi? Ay, men ko'rmaysanmi, begonam bolasi uyda yuribdi. Ko'chada. Qanaqa begona bola? Ada Navaresku bu. Amir? Voy bolam, shunday demaysanmi? Men sizga aytdim, mana shu doktorga olib boraysiz dedi. Men xotirangiz pasayishiga qarshi dori beradi, ada. Qanaqa doktor kallam joyida, tushundingmi? Menga aql o'rgat. Voy sen nima qilib turibsan hali ham? Yana haydi, nima haydi ol. Orqamdan ergashadi, quloq chakkasiga bir soluvdim, yurib ketdi. Qayerdan kelyapsiz? Musor to'kib kelyapmi? Nabirangiz qani? Nabir. Voy bolam! Ada nima bu yoqqa keldi? Mana shu piksar yaxshi. Bu yerda zo'r shoular bo'lar ekan. 27-may kuni sharlar yog'dusi bo'ladi. Sharlar shousi. Ichidan o'yinchoqlar chiqar ekan. Bugun bir saralaza qilib o'ynadik. Shu Adajonga bekkor ishon deydi. Mana qo'yur Navarasku. Ada charchamadingizmi? Voy, maza qildim. Voy, piksel o'zgarib ketibdi. Yanada kengayibdi. Ana keyingi o'yinlar qo'shilibdi, poyezd qo'shilibdi, sigir sog'ich, ana batut, voy o'yingohlar. Voy, maza qildim. Nabira ham maza qildi, o'zim ham maza qildim. Adajon, namangiz qani? Mana nabiram. Mana o'zim katta qilganman. Voy, bu Amir emas-ku. Amirmi? Qani? Qani?